Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Meni qizim telefon o'ynab, mana ko'zi qorayib ketdi. Endi telefon o'ynamayman deyapti. Doktorga olib boring deyapti meni Nofiya qiz. Nofiya qiz, telefon o'ynaganingiz uchun olib boraman-da. Siz telefon o'ynaganingiz uchun mana shunaqa bo'lib qoldimi? Nimaga qizim? Ayasi doktorga olib borasan. Telefon o'ynagani uchun mana ko'zi qorayib ketibdi Nofiya qizni. Endi o'ynamayman deyapti. Endi telefon o'ynamaysizmi? Umuman ushamaysizmi telefon? Telefon ushasa nima bo'lar ekan qizim? Anaqa ko'zi qorayib ketadi. Ko'zi qorayib ketar ekan. Endi bog'chaga ham chiqa olmay qoladi unaqa bo'lsa. Endi hozir doktor kelib, ukol qilarmi sizga? Yo'q. Ukol qilar ekanda ko'zingiz qorayib ketibdi-yu qizim. Pasta sutchasi. Bo'pti, endi o'ynamaysizmi? Yo'q. Menga va'da bering. O'ynaysizmi, o'ynamaysizmi? O'ynamayman. Telefon bersam hozir telefon qani bering. Mana sizga telefon. O'ynaysizmi? Yo'q. O'ynay? Yo'q. O'ynay qizim. Ana, rahmat sizga. Tushundingizmi qizim? Endi o'ynamang.